Ming oydan yaxshiroq kecha. Qadr kechasi, Laylatul Qadr, Ramazon oyi ichiga yashirilgan eng fazilatli, ming oydan yaxshiroq, gunohlar kechiriladigan, duolar ijobat bo'ladigan kechadir. Qur'oni Karim shu kechada nozil bo'la boshlagan. Bu kechada ayniqsa ibodatga g'ayrat qilinadi. Allohga ko'plab hamd zikrlar gunohlar uchun mag'firat so'raladi. Ko'pchilik musulmonlar hadislardagi ba'zi ishoralarga muvofiq Qadr kechasini Ramazon oyining 26-dan 27-ga o'tar kechasida deb bilishadi. Alloh taolo Qur'oni Karimni Qadr kechasida nozil qilgani shunday marhamat qilinadi. Alloh jalla sha'nuhu aytadi: Inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Albatta, biz uni, Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Qadr kechasi ne ekanini senga nima bildirdi? Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. Unda farishtalar va ruh Robbularining izni bilan barcha ishlar uchun tushadir. U to tong otgunicha salom bo'lib turadi. Qadr surasi 1-5 oyatlar. Alloh taolo yana shunday degan: Wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin. Ochiq oydin kitob ila qasam, albatta biz uni muborak kechada nozil qildik. Albatta biz ogohlantiruvchi bo'ldik. Duxon surasi 2-3 oyatlar. Demak, Qur'oni Majid Ramazon oyining Qadr kechasida nozil qilina boshlagan. Qur'oni Karim Qadr kechasida nozil qilingan degan mufassirlarning fikrlari ikki xildir. Ba'zilari Qadr kechasida Qur'onning hamma oyatlari Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga nozil bo'lgan, so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga dunyo osmonidan ehtiyojga qarab amr va qaytariq, va'z nasihat tarzida 23 yil davomida bo'lib nozil qilingan deyishsa, ayrimlari ushbu kechada Qur'oni Karim oyatlarining 1 yilga zarur miqdori dunyo osmoniga tushirilgan, so'ng esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetkazib turilgan deyishadi. Abu Lays Samarqandiy tafsirida bunday deyilgan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insonlarning amallarini ko'ryapman dedilar. U zotga ummatlarining umrlari qisqa, shu sababli ularning amallari oldin o'tgan ummatlarning amallari darajasiga yetmayotgandek tuyuldi. Shu bois Alloh taolo u zot va ummatlariga Qadr kechasini berdi. Mujohiddan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Banu Isroildan bir kishining Alloh yo'lida 1000 oy qurol aslaha ko'tarib yurganini aytdilar. Musulmonlar bundan rosa hayratlanishdi. Shunda Alloh taolo ushbu suraning dastlabki 3 oyatini nozil qildi. Ibn Jarir rivoyat qilgan. Qadr kechasining fazli va bu kechani Ramazon oyining qaysi kunlaridan izlash haqida Nabiy alayhissalomdan ko'plab hadislar rivoyat qilingan. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam: kim Laylatul Qadrni iymon bilan, savob umidida qoyim bo'lib o'tkazsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deganlar, dedilar. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Tirmiziy va Nasoiy rivoyat qilishgan. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ولفظ الترمذي: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في آخرها. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kunlik kirsa, belni mahkam bog'lab, kechani qoyim qilar va ahllarini uyg'otar edilar. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Tirmiziy va Nasoiy rivoyat qilishgan. Tirmiziyning lafzida oxirgi 10 kunlikda undan boshqada qilmagan ijtihodni qilar edilar deyilgan. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه الشيخان والترمذي. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikof o'tirar edilar va Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunligidan izlanglar der edilar. Buxoriy, Muslim va Tirmiziy rivoyat qilishgan. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning ba'zi sahobalari tushlarida Qadr kechasini oxirgi 7 kechada ekanini ko'rdilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: tushingiz oxirgi 7 kechaga muvofiq kelayotganini ko'ryapman. Kim uni izlaydigan bo'lsa, oxirgi 7 kechada izlasin, dedilar. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud va Nasoiy rivoyat qilishgan. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه الشيخان والترمذي. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kechasining to kechalarida izlanglar, dedilar. Buxoriy, Muslim, Tirmiziy rivoyat qilishgan. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam Qadr kechasini Ramazonni oxirgi 10 kechasida izlanglar. 9 kecha qolganida, 7 kecha qolganida, 5 kecha qolganida dedilar. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud rivoyat qilishgan. Boshqa rivoyatda shunday kelgan: bir kishi Qadr kechasi 27-kechada ekanini tush ko'rdi.
Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Sizlarning tushingizdagi oxirgi 10 kunlikda ekanini ko'ryapman. Demak, uni to kechada izlang", dedilar. Muslim rivoyat qilgan. Boshqa rivoyatda shunday deyilgan: "Uni oxirgi 10 kunlikda izlang. Agar birortangiz zaiflashsa yoki ojiz bo'lsa, qolgan 7da yengilib qolmasin", dedilar. Muslim rivoyat qilgan. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam: Ramazon oyi, muborak oy keldi. Alloh azza va jalla sizlarga bu oyda roza tutishni farz qildi. Bu oyda jannat eshiklari ochiladi, do'zax eshiklari yopiladi, shaytonlar kishanlanadi. Unda 1000 oydan yaxshi bir kecha bor. Kim uning yaxshiliklaridan mahrum bo'lsa, barcha yaxshiliklardan mahrum bo'libdi, dedilar. Ahmad va Nasoiy rivoyat qilishgan. عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد ألا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآيات التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ولفظ أبي داود ما الآية؟ قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. Zir ibn Hubayshdan rivoyat qilinadi. Ubay ibn Ka'bdan: birodaring ibn Mas'ud kim bir yilni bedor o'tkazsa Laylatul Qadrni topadi deydimi deb so'radim. Alloh unga rahm qilsin. Odamlar suyanib qolmasin demoqchi bo'lgandir. Aslida uning Ramazonda ekanini, oxirgi 10 kunlikda ekanini va 27-kechada ekanini aniq bilgan, dedi. So'ngra inshaalloh demasdan qasam ichib uning 27-kecha ekanini aytdi. Buni nimaga asoslanib aytyapsan ey Abu Munzir, dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga xabar bergan alomat asosida o'sha kuni quyosh yog'du sochmay chiqadi, dedi. Muslim, Abu Dovud, Termiziy va Nasoiy rivoyat qilishgan. Abu Dovudning lafzida alomati nima, dedim. O'sha kechaning tongida quyosh tog'oraga o'xshab yog'du sochmay chiqadi, dedi, deyilgan. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود وأحمد. Muaviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Qadr kechasi 27-kechadadir, dedilar. Abu Dovud va Ahmad rivoyat qilishgan. Ramazon oyidagi Qadr kechasi fazilat bobida 1000 oydan afzal va mo'tabardir. Bu kechada qilingan ibodatlar 1000 oyda qilingan ibodatlardan yaxshiroqdir.
Oyatdagi 1000 oy jumlasi ma'lum vaqtni ko'rsatish uchun emas, misol tarzida kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni Qadr kechasi 1000 oydan va undan ko'proq muddatdan afzal degan ma'noni ham bildiradi. Qadr kechasi Alloh taoloning amri bilan farishtalar har bir osmondan va Sidratul Muntahodan yerga tushishadi. Tong otgunicha insonlarni duo qilishadi va duo qilganlarga qo'shilib amin deb turishadi. Ko'pchilik mufassirlarning fikricha, farishtalar bu kechada Alloh taoloning keyingi yilga bo'lajak qazoyi qadari bilan ham tushishadi. Qadr kechasi tong otgunga qadar turli ofat balolardan omonlik, xotirjamlik kechasi, barakot kechasidir. Bu kechada shayton yomonlik qila olmaydi. Qadr kechasi boshdan oxir faqat salomatlik, omonlik, yaxshilik va barakot bilan to'la. Unda aslo yomonlik yo'qdir. Bu hol quyosh botganidan to otgunga qadar davom etadi. Tong otgunicha farishtalar guruh-guruh bo'lib rahmat bilan yerga tushib turishadi. Hasan ibn Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalomning shunday deganlarini rivoyat qiladi. Qadr kechasi oydin va yoqimli bo'lib, na issiq, na sovuq bo'ladi. U kechaning tongida quyosh nurlari ko'zni qamashtiradigan darajada chiqadi. Qadr kechasini bunday yashirishning hikmati o'lim vaqtini va qiyomat kelishini yashirishning hikmati kabidir. Qadr kechasi bandalar toat ibodatga rag'bat va harakatni kuchaytirishi, g'ofil va dangasa bo'lmasligi uchun yashirilgan. Shuning uchun Qadr kechasini har qancha nishonlasa arziydi. Bizning ushbu kechani nishonlashimiz o'zimizga xos bo'ladi. Habibimiz va yo'lboshchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'rsatganlaridek va aytganlaridek bo'ladi. U zot kim Qadr kechasini iymon bilan, savob umidida bedor o'tkazsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deganlar. Biz mazkur ulug' va muborak kechani iymon kechasiga, savob talab qilish kechasiga aylantirishga harakat qilamiz. Bu kechani Allohga, islomga bo'lgan iymonimizni yanada kuchaytirishga harakat qilib, toat ibodat bilan o'tkazamiz. Biz bu muborak kechaning har lahzasini g'animat bilib, ko'proq savob hosil qilishga urinamiz. Alloh taolodan ushbu kechada barcha ezgu niyatlarimiz amalga oshishini, taqdirimiz oliy maqom tayin qilinishini so'rab iltijolar qilamiz.